hoş kepsizler. Rahmat. Çin dilimden salam sizlarga, hoş kepsizler mehmonlar. Çayxonada çay içip yaylab ketsin bu jallar. Rahmat sizlarga. Qani mehmonlar, çaylarga qiziq çaylarga beqinglar. Qani, marhamat. 2 kun bo'lib tutib berdim. Kichiplar. Neyim? Fakat tapamadım. Tatlap koyayım Yo'q. Nima bo'lib ketdi? Aka Mishal anırsam bir dağlık teyip var deydi. İzlep kelgandim. Teyip? Mana Şabay doktor var. Şabay. Voy aka, mening tomirim bir tutib qo'ying aka. Tomirimni. Tomoma? Nechini tutyapsiz bir tomoni? Azan. Oo. Ha? Bedenli pek soğuk akıp gittim de. Ha? Dümü tutmadık ulardan. Oo, Tılığın çıkara tılığına. Kayap da. Senin kimi şu minik uzun yıllık teyiplik tarihimde asaslanğanda ne oldu? Hay aka. Yok şu bedenim kışıpla başka iş yok. Demek ki oğlum o kışkını ne? Abay tomodulu bilip boğam. Şu nereniz bekler kışıdı o? Dümbem yaman kışıp git barza. Dün bir kışacağım da bunu endi hazır mı şu pulga bir davalanğın var mı? Okul doğru bile yaktım da haksız bir davalaydığı işler öyle ne bileyim var mı? Hem de bir haksız bolsam da. Haksız olsa yaxşı da ya. Da olsa bunun 3 türlü usulü var. Birincisi, haksız davalaydığı şulap kap kalsa bu şu tayak selkan bulap kaptı. Tayak dümbük çıkandıkken bu tayak kan bop kalsa tayak kam adamның dümbük çıkışıdı o deydiğin bir gap var. Bir ülgedek bir tayakta kalsınız dümbüğünüz özüge de oğuşuldu. Şinjan boks komandası kıl basam olur. Sen durup birdiğin kılık çoğun nişan taktı ulap. İkincisi muş yakınlığınızı tazı bir yük tatmatqandek tursiz. Hem de tağa-pağa ama da bir somka kötemediniz mi? Ya mektep okugandım, somkunu mektep koyup koyduğun olsam gelme. Hem de yerlik usul sizin uyunuz sizin uyunuz oyununuzun içinde o değil mi? Oyununuzun içinde olsa oyunun tazı topa. Tazı topa oğa yerde kiyim silüytep iş kuş getim iğini versin. Anında yana çıkarttı başladık bir şu. Kemal de yaxşı kep kapsa. Mehter ismi demiş ha? Bu Mehter bizim demigen manımı sizin bizim dadamla okumayı diyeceğim ama resmimde. Dağlık teyip de taka adamın kıyıpkızı sazı kıldınız ya sen. Yok ondan söz kılıyordu. Manı var mı karan? Mavu hem de sizin kapsa bu nimbultu şu Çindil şirketinin yel köydürüş kapsule. Hem de bayatın çakçak mı kıygan bulduk. Ma darne ama adresi manıdı ba. Bu ne jırak mı, vurmayla siz aydırım gibi apırıversiniz. Aydırım ga. Vay 30 kottasan birden dılı var suya ga. Be aka, manda gel. Be, me güzel girke aka. Ben bir vermeyeceğimez aka. Ben doğru bana birem geleceğim. Aydırım ga çıkıp ben bu kadar. Ondan aydırım kapatsa. Başka doktor kanka Tıp. Ben sana deydim, bana muş doğru ne, bana muş bizden Çindil şirketinin ki mavi yel köydürüş kapsule. Muşu hazır davatkan sizlik alametli ki mışında piçkak o yel taşma pel taşma degen köydürüp vet verikin çıkıp lütfen. Eğer muşunda yakşı olamazsınız yani kelsiniz bunu da lekin çokum 100% yakşı olup gidiyor. Payda kılamışı. Payda kılıdı. İğnap çömek cüme çak koydu. İşiniz dubarsız cüme eğer bu doğru gerek olsa satıdı cüme bunu Çindil şirketine yel köydürüş kapsule. Rahmet cuma kamışım ben bir Allah rahmet. Bak. Resmi bir Şabay doktor. İyi çıkıp kaptı ha? Yaş tomu tutsan ki aka. Şabay. Bimarının tomurunu tutup üzünkisini de perikemez. Rast cuma. Tomonu sen tutsan olur diken bana. Oy boldu. Bundakin tomu tutuqalla olsa ebeyiniz zek. Yak Şabay'ınız zek oldu ki ya. Şabaykam telefonda mı tutalaydı? Lülen arkalık tutarken. Bugün şu bayatın biz körüp atkan şu
Ama kichik qisqim shu vaqalik qaraganda bugun choyxonamizda qiziq bir temi to'g'riliq paramulda qolsaydi. Shundoq aka, harika bo'ldingiz. Bugun mana shundoq yal ko'ydirish kapsuli deganga o'xshash shu ko'zurliq esil mahsulotlari bilan hamma bilan to'nilgan bizning donliq korxonchimiz Chindil shirkatiningki qurg'uvchisi Yasinjon efendim bugun choyxonamizga alaydan o'z dasturxonini soldi. Shunga minnatdorligimizni bildiramiz aka. Voy rahmat. Va bunda degina va bugun ma javlanga o'xshash qishib ketganlarning shipasi bo'ladigan kun keldi bugun. Bugun shipaqda bo'ladigan kun. Uning ustiga Yasin kamninki hamda bu shu yal ko'ydirish kapsulidan boshqa nurg'un esil mahsulotlari bor. Shuningga o'xshash shu yal ko'ydirdi bizni ishqib ko'ydirdiganlar edi bochi bu odam. Yo'q, Yasin kamning burti qarg'atdim, dumbamning qichiqini o'shilib qo'yadi. Undaq bo'lsa, bugungi o'sha sahibxona egalarini men bir tanishtirib o'tib, undan keyin Kankushada o'zimizning paranga o'tib kelsak qanday bo'lsa, tanishtirib o'tay. Bugungi o'sha dasturxonimizga o'zining aziz chayini qo'ygan sahibxona o'rin, ya'ni bizningki Chindil shirkati, ya'ni Qahramon biopantexnik taraqqiyot shirkati. Bu yoq bo'lsa, shu shirkatningki qurg'uvchisi Yasin kam bo'ladi. Yasinjon Sulaymon efendi. Bu yoq setish bo'lim direktori Muhammad Tursun efendi. Rahmat, hoş geldiniz. Bu yoq bo'lsa shirkatning e'lon tashviqot bo'limining bosh direktori Saadat xonim bo'ladi. Saadat Sattar xonim. Hoş geldiniz. Bu yoq bo'lsa transport bo'lim direktori Muhammad Ali efendi. Bu yoq bo'lsa moliya bo'lim direktori Amina xonim qiz. Hoş geldiniz. Mehmonlar, endi bugun shu sahibxona egalarini bir aqor tanishtirib bo'ldim. Endi Kankushada paranglarimizga, esil choylarimizga, dasturxonimizga bir daxil bo'lib ketgach, kulki chaqchaq nag'ma navollarimizga bir jo'r bo'lgaysizlar mehmonlar. Qina, analarni kinaslarni ag'aylar. Marhamat. Sizlarga bir choy quyib deyjim. Savirdan bayatda mana shirkatningki asosli xodimlarni tanishdik. Bugun mana choyxonamizga Chindil shirkati shundaqla Xinjiang Qahramon biopantexnika taraqqiyot shirkatini ikki shirkatni zimmasiga olib ham qurib o'z tirishchanligi bilan ham shundaqla atrofidagi shundaq sarxil korxona hamkorlashib kelayotgan xodimlar bilan birlashib o'ziniki alayligini namoyon qilish uchun yaxshi bir sakna hozirlab bergan bizning Yasinjon Sulaymon efendini ham o'zining shundaqla ikki shirkatning bir taraqqiyotni to'g'riliq birdan bir so'zlab berganmiz, bir anglab baqqan bo'lsa. Bo'ladi. Salam çayırış programmasiga kelgan barliq izlar. Salam ekran oldidagi ko'rmanlar. Men Xinjiang Chindil shirkatining qurg'uvchisi Yasinjon Sulaymondan samimiy salam, oliy ehtirom. Xinjiang Chindil biopantexnika taraqqiyot shirkatimiz 2008-yil qurilgan. 12 yillik musofani o'tkazib, bu yil 13-yil qadam qo'ydik. Dastlabda shirkatimiz qurilganda Chindil markasida yel ko'ydirish kapsulini tunji qitim ishlab bozorga solgan. Tunji qitim yel ko'ydirish kapsulini bozorga solgandan keyin mahsulotimiz xalqimizningki o'rtaq ishlatishiga, ommabop mos kelganlik uchun intayin qizg'in qo'llashiga ham olqishiga erishdi. Onundan keyin Chindil piyoz kapsuli, Chindil markasida revmatizm kapsuli, ko'z ro'shanlashtirish kapsuli, Chindil diabet kapsuli, cho'nglar oqsil talqini, bolalar ham qandisi oqsil talqonlari qatorliq mahsulotlarni ishlab xalqimizga sundik. Bizning nishonimiz sifatni birinchi o'rin qo'yish, bahoni to'van qilish, mulozimatni yaxshi qilish. Mushu 3 turni ching tutdik. Hamkorlashuvchilarimizning, vakolatchilarimizning ham iste'molchilarimizning yaqindan qo'llashi orqasida biz bugungi 13-yilga qadam qo'ydik. Bu 13 yil jarayonida shirkatdagi barliq xodimlarimiz intayin jafoliq kunlarni beshimiz o'tkazdik. Bu jafoliq kunlar nima? Mahsulotni xalqqa yaxshi mahsulotni tanitish, ham bozor ichish, ham setish, ham setishdan keyingi mulozimatni yaxshi qilish qatorliq bir turkum xizmatlarni, jarayonlarni boshdan kechirib, nurg'un jafo mushaqqatlar bilan 13 yil qadam qo'ydik. Shirkatimiz 2008-yil qurilgandan keyin bir shirkatga to'xtab qolmay, 2014-yili
Kahraman şirketini kurup, Kahraman markasida 3 kat kokak işimliki, maka işimlikini işlep pazarga saldık. Bu mesulatımız mı? Asasiyatten Şinjan pazarga tonuldu. Bizning bundan keyingi nişanımız bolsa, teximiz süpetlik, önümü yaxşı, süpeti yaxşı, bazı muvaffak mesulatlarını işlep istemalçılarımızga sunuş planımız var. Biz vakaletçilerimiz, istemalçılarımız, etrafımızdaki bizni qo'llagan barliq qarindoshlarımızga hem şirketimizdeki izchil öndüsü tirişçilik ko'rsatib jafo chekayotgan barliq xodimlarga chin qalbimdan minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Unda bo'lsa yaxshi maqsadcha ham yaqin ag'inam turg'un turaqun bizniki bugungi shu Çindil şirketiniki dastıqınaga daxil olab kepti. Şunlaşqa erkin bilan ikkisiga men mush ikkisini ko'rsam bek gitarni dutadan bir aralashtirib chag'im kelib ketadi. Voy, unda sen shundan bir mushlarga bir masashe bir gitar chilib 5 minut bir 5 minut dutadan. Aytaqlam da. Bo'ldi, islam. Kerak. Oynab çoğ buldum Sobuyu bırakmadan Oynab çoğ buldum Sobuyu bırakmadan Uçak günah şiila nakşiila hazır mı kulaklarda Uçak günah şiila nakşiila hazır mı kulaklarda Biz hazır jirahlardan birimiz bırakmadan birimiz bırakmadan can şişirdi pervane pervane kıyıda çıraqlarda can şişirdi pervane pervane kıyıda çıraqlarda Нашimiz kıramaydı Yürüsek mi çıraqlarda Köysek mi bıraklarda Našimiz kıramaydı Yürüsek mi çıraqlarda Köysek mi
bu nakşiyeni tarimiz ey tarimiz bir vaxtlada bu nakşiyeni tarimiz ey tarimiz bir vaxtlada bir çağlada Ben bir ikki gap qistirib qo'ygim kelyapti-da. Yasinjon apandim bilan biz alag'ina. Bu yerda og'ini bo'lganlik uchun hamda ta'rifini qilish emas. Men haq demasak bo'lmaydi. Men tunishib Yasinjon bilan ta hozirgacha nurg'un qilib hamkorlashdik. Shaxsan mushu marka ichimligiga men e'lon chiqqan obraz vakili bo'lib. Buni e'loniga men chiqqan. Ta hozirgacha uyamda bor. Beslishib barsanglar necha ish turib kunda ishchiman. Haqiqatan yaxshi. Haqlanchimiz so'rab qo'ydi, sen
Yaxşı turibsan dedem de yaşırıp tutsan deganingga ishonmayman men de. Yosh deganda yashirib ketkilinmaydi. Yaxshi tug'iluvchi dem. Bundan ancha-muncha kutinishga to'g'ri keldim. Kutinish degan har xil ham yemeklik, uyqu, ancha-muncha shunaqa bir sog'lomlik mahsulotlarini iste'mol qilib bergan yaxshi. Masalan, mana qo'rqoqni oldigan ishimlik mana. Davomli ichbas bo'ldi buni. Demismi bizning rayonlarimiz geografik o'rinlarda qurg'oq, tamoqlarimiz kuchlik bir narsa deymiz, go'sht. Unda olganki mushu qo'rqoq ishimlikni aytib bizga mos keladi. Bu nima deb qo'yishi va ba'zilar dorixonada sotar ekan, dorixonada dori deydilar, dorining rolini o'ynay oladi. Lekin dori emas. Biz sog'lomlik buyumlari hamsi dori emas. Ammo shuning o'rnida vazifasini o'tay oladi. Müştaq sağlamlıq mahsulotlar bilan o'zimizni bir qo'g'disak, nimadan aytgan diqqat qilamiz hamda. Go'sht yeganda mani ishimiz, uyqumuz kelmaganda ojizlashib, kunduzlari mashaydigan mugdaydigan vaqtlar mani ishimiz, dömimiz qishib ketsa, ani ishimiz abaysan unda ben qishib ketgan. Haqiqatan bu shu Çindil shirkining ko'zir mahsuloti. Yel ko'ydirish. Haqiqatan ko'zir mahsulot. Undan boshqa qancha var hozir? Hozir 25 xil mahsulot bor. 25 xil mahsulotni asosiyat namiz xalqni yoqtiryapti. Çindil shirkati yo'qlikdan barpo bo'lib, kichiklikdan kuchayib, ojizlikdan zo'rayib, manganim ta hozir qadar xalqning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Demak, mahsulot yaxshi. E'longa taz yaxshi chiqayli, mahsulotni texmi yaxshi yetkazayli, xalqimiz texmi bundan bahramand bo'lib, sog'lom bo'lsin. Meni ham mushugimni qistirib qo'yim kelib qoldi. Bundan keyin Çindil shirkati bilan qahramon biotexnika taraqqiyot shirkatining ishlarining texmi ro'naq tepishini chin ko'nglimda umid qilaman. Ammo ma fishqat qo'qoq ishimniki gibi chiqib qoldi hozir. Ama mani poatqanim emas, mush qahramon markasi qo'qoq ishimlikimiz tunji qitim bozorga kirgan. Ama har qancha issig'i ishib qo'qoq deb ketgan odam, issig'i ishib ketgan odam birni 2 potluk ishsa yarım soat ichida ta'sirini ko'rsatadi, shunday yaxshi. Haqiqatan yaxshi. Lekin qahramon markasidagini ishsa, hamda bozorda o'qishlik yasalgan 3 qat qo'qoq ishimniki deb o'qishlik yasalganlar bek ko'payib ketdi. Men o'sha iste'mol qiluvchi ishini men bir yil olib uzmayman. Hozir xalqimiz markaga yuqori ko'tarilyapti-ku. Ismi qarab markaga diqqat qilmaydigan ahvollar yana bor. Shunga biz shunda deyalamiz, qahramon markasidagi 3 qat qo'qoq ishimnikini ishsingiz sifat yoki boshqa jihatdan mas'ul ko'rilsa, rozi bo'lmasangiz biz bununla cevap verimiz. Mana, rahmat. Yaxshi paraqlar bo'ldi. Undan so'ng Adilka tövende şu yosh ko'zi ko'rinayotgan bizning Parat Xini deb ham muzik ishlaydigan, naqshini shunda chiroyli aytadigan yaxshi bir isil naqshchi inimizmi bizniki bugungi Çindil shirkatiniki bir piyola chiyiga daxil bo'lgani kepti. Balki ham quruq kelmidi. Bo'lsa-mush inimizning bir isil kuylaridan birini anlamamdi aka. Marhamat. Marhamat. Taraf tagaz. Yaxshimsizlar barcha sizlar, ustozlar. Didarga ne'mat, hammangizlarga menda o'tib salomlar bo'lsin. Rahmat. Savardinka sizga muborak bo'lsin. Mana bu program bilan naytdi. Qalblik holda ro'yobga chiqaryapsizlar, muborak bo'lsin. Navbatda azizlarimizga unda olsa. Burun bir kinoning naqshi bor deb balkim ansanglar bilisizlar. Şu naqshini men yangidan o'zim bir akodlashtirib qilib baqqan shuni bir aytib baqay o'zinglarga taqdim etsam. Rahmat. Söysen bolmamdu bu canni xini guca kelsen bolmamdu otunda köydürgüce söysen bolmamdu ayrılma
məngü Həqiqi muhabbet Həqiqi muhabbet Şirin söygülər Acayip tağlar, şu güzel bağlar Çıkmaz yadımdın biz yürüyen çağlar Acayip tağlar, şu güzel bağlar Çıkmaz yadımdın biz yürüyen çağlar Ayrılmaydı məngü Həqiqi muhabbet Həqiqi muhabbet Şirin söygülər Həqiqi muhabbet Şirin söygülər Saadet Sattarxan'ın bilişimizce siz cemiyette xeyli namınız var, yazgıcı, senarist, onun kendi şu Çindil şirketinin teşvikat bölüm baş direktörü buluş süpütünüz bilen bizge bu Karxan Taraqqiyatının rolü doğrusunda bir iki kız gaqib bəsiniz qanda. Boldu. Vay. Ağlımısak bo'lmaydi. Salam köpçülük yaxşımsızlar. Hammalarning har joy vaqti xayrlik bo'lsin. Salam Sevirden mübarek bo'lsin. Çay rishsi programmasining yo'li qo'yilganligini shundaqla mushu bizningki Şinjan Çindil Biopen Texnik Taraqqiyot şirketining bir piyola chayni ichish uchun mishaga hozir bo'lgan ko'pchilikningki qadamlarga marhaba. Hammanglarga rahmat. Hamda mushu Karxanalarningki təşviqat taraqqiyoti to'g'risida so'zlab berishga to'g'ri kelsa, mening o'zimning shaxsan o'ylaganim endi hozirgi shu qanday taraqqiy qilayotgan jamiyatimizda korxonalarmi ko'p, mahsulot ishlab chiqarayotgan shirkatlarmi nihoyat ko'p. Shundaq bu ko'pchilik ayon. Albatta, buning bilan mos qadamda yana shirkatlarning ba'zi bir korxonalarning umrining nihoyat qisqa bo'layotganligi yana ham ko'pchilik ayon. Nurg'unlagan shirkatlar qurilyotdi, korxonalar mavjud bo'layotdi. Lekin uzunga bormaylam, yenilam bular nihoyat dag'dug'i bilan tashviqotlarga kuchab qolgan bo'lsa, bir mezgildan keyin izdireksiz yo'qolib ketadigan shunday ahvollar meydonga kelyapti. Endi an'anaviy savdomizda, an'anaviy savdo ideyasiga singib ketgan kishilarning kallasida mahsulot yaxshi bo'lsa, bahosi muvofiq bo'lsa, uni davron silish hojasiz tashviqotga va kuchab ketishning hojati yo'q. Minas yaxshi bo'lsa, izlab kelib oladi degan bir ideya shakllangan. Lekin endi hozirgi qanday taraqqiy qilayotgan davrimizda to'r tashviqotiga shundaqla shu har xil tashviqotlarga sal qarg'il bo'lmaydigan bo'lib qolishi shundaq. Mahsulotimizdanki yaxshi emasligidan emas, setilmaganligidan emas, balki mushundaq bir yaxshi mahsulotlarning borligini ko'pchilikka bildirish uchun yana tashviqotga ko'plab tirishishimizga to'g'ri kelyapti. Albatta, men o'ylaymanki, tashviqot qilsak bo'ladi, chuqur tashviqot qilishimiz kerak. Bugun shu
Çayxanamızda o'tdag'anlar bizning shu qahramon shirkati bozorga salgan 3 qat qo'rqoq ichimligini Adil efendimning bizning bosh lider Yasir efendimning og'zidan texim to'liq tushanginiga o'xshash biz har bir mahsulotlarimizni so'zlagandan keyin nurg'unlagan iste'molchilarning kallasida shundaq bir yaxshi mahsulotning borligi zarur tepilgan iste'mol qilsa bo'ldiganligidek bir ang shakllandi. Endi teşviqatni qildik shundaqmi boshqalar bildi setib oldi lekin eng oxirdagi adil bahoni berdiganlar yenilam iste'molchilar. Shuning uchun teşviqat qilgan vaqtimizda o'xshash kasbchilar bo'lsin, mayli har xil kasblar bilan shu teşviqatlar bilan shug'ullanayotganlarga aytadiganim teşviqat bek ko'ptirilib ketmasa, bo'lsa bek ziyoda ko'ptirib yetishdan iste'molchilarni qaymoqtirib qo'ymasak, teşviqatda samimiy, astoydil, rostchil bo'lishimizni ümid qilaman. Buni ichib baqqan, iste'mol qilib baqqan odamlar muayyanlashtirdi. Ishning kuchi odamdek teşviqat vositasiga yetmaydi. Mayli radioda e'lon berayli, televizorda e'lon berayli, har qanday hayot e'lon berayli. Mushu anglaganlarning birisi, "Voy, bular maqtab berdikan, men og'andim bir vaqtda foyda qilmagan yoki hech qanday unumini ko'rmagan" degandek nol bo'ldi ekan. Shuning uchun biz o'zimizning bir shundaq yaxshi bir narsani maydonga chiqqanimizni, buning uchun tirishqanimizni, unumi yaxshi bo'lgan, sifatlik, ishonchlik shundaqlar bahas intayin muvofiq bo'lgan bir mahsulotni ko'pchilik sunganimizni bildirib qo'ysak ko'pchilikka, qolgan shu mahsulotga bo'lgan bahoni yenilam ko'pchilik bahasini ayt yaxshi bo'ldi ekan deb o'yladim. Ahırda aytadiganim men Şinjan Çindil Biyopen Texnik Taraqqiyot şirketidan tanlab mushu shirkatda xizmat tushgan ekanman. Shirkatning barliq mahsulotlarga o'z samimiyatim bilan kapolatlik qila olaman. Biz setish, ishlab chiqarish, material tanlash, setishdan keyingi mulozimat qatorliq har qanday mulozimatlarda eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz. Ama Çindil tağa siz çaqasız bo'ldi ekan juma meymanni. Mana bugun mening yaqin og'inam yaxshi ijodiyatchi naqshchi, ommabop naqshlarni voyaga yetkazib berayotgan Dilyar Vahab og'inam kelibdi. Bir naqsh olamamdi aka? Salom barcha aziz ustozlar, akalar, qarindoshlar. Shundaqlar savardan kamniki shu choy xonasiga kelganimda intan xushalman. Barcha mehmonlarniki huzurga shu qaraq tempedagi naqshimizni sovuq qilsak, yoqtirib anglashlarini umid qilamiz. Rahmat.
ada qildim qara qoshlig'im uzun uzun sochlag'im qara qoshlig'im uzun uzun sochlag'im qara qoshimni deb yurib o'tib ketmisin yoshlig'im qara qoshimni deb yurib o'tib ketmisin yoshlig'im ay ada qildim Çindiltağa siz bu da kostüm formu qilmay bu akalarımızga galostik formu qilib turibsiz aka. Bu galostik qiziltirdi ama turgan 5 minut sizlarning odammi nima? Bizniki. Sizlarning zavodda ekanda turgan 5 minut kam. Aka men aqlim mayramış turgan kam tunagayga 5 minut deydiken nima aytadi aka seni? Özüm bir kez 5 minut kep buldu qara. Kezdim 5 minut ketip buldu. Yediz bişmende 5 minut yep buldu. Bilimiz 5 minut ağrıydı bununki. Mişadim mi golcuğa 5 minut baralaysan kende? 5 minut baralaydı. Sıkılıp bunu kılıvatkaçsan hemmisi 5 minut. Metiga 5 minut naqshi yetadigan şey deb qapti kemen. Manda taxalluslar. Sen yishim to'ng'aga soat o'tib ketsa aka. Keyin turg'un 3 soat deb. Ta yo'ldan chiqsang buzilgan soat. Men o'z to'xtagan soat deb. Minut qishdik kelsa aka sen. Soat taqamasang bo'ldi-ku 5 minutdan o'zingni bo'lgandek. 5 minut taqay deb taqab oldi da. Ma jananchilarda bir 5 minut çay içip bakın aka. Uxlar desem 5 minut uxlab bo'ldi. Qo'pasiz 5 minut qop bo'ldi. Aka ras foydali ekan ma 3 qat. 3 qat desa bir xil ma botilkani bo'ydivadek ko'rindi adam. Qo'shmoq to'g'rigandek ko'rindi ekan mana. Buni yo'ldashma maka o'xshamamda ekan. Allah'a geldi. Ama Allah'a geldi ama. İlan ışıldıran geldi. İlan ışıldıran. He mana. Makavilarning 3 qatlı ikisini arayal qilib oldik mana birovda. Bitam to'yni qilib oldi. Ularning to'ylarga jonallar ketdi. Chindil tag'am. Rakam işte yaxshi maqsadlardan chiqirib. Sizlar bu otamda birmi poyiz yo'q stansiyasiga xizmatchilarman. Poyiz xodimlar ya. Uy, 40 tek ayolning orasida 2 erning o'tirganini qarang. Bir-biridan chiroyli akalar meyda o'tiribdi azdim. Chashma aka dopimi bu. Ben kendimi qaramabdi, men chindilkamni chechim yeydi ekan qo'y. Öğrenci qalaman deb kostyumga yon chiqib yutibdi bu odam. Bu kostyumlarimiz bir yon chiqib olsan to'ytuva kelsin. Peyzva o bak kostyumlarga qora tugum bilan taqib olganing deyman. Jiraqdan qazib chuvin qo'nib olgan tortlarda ko'tarib bitdi. Adil aka, Chindilka. Yani bugünkü çayxonamizga nurg'un aziz mehmonlarimiz keldi, kuychilarimiz keldi, shunchalik yaxshi naqshlar bo'linyapti-ku. Mushu tariqada yana bir singlimizmi keldi. Mushu yaqin oyog'i naqshlarni ko'plab yoshlarni yoqtirib anglayapti. Shuning bilan bir kundan kunga tirishib, texmi hammamizningki yoqtirishiga erishib kelayotganimizning Madina singlimizmi keldi mana. Quruq kelmadi, qachon bu singlimizmi yaxshi naqshdan birini anglayli. Elimiz bilan birlikda, shundaqmi? Sınglimiz mi? Sınglimiz. Ve ben atek sen de yürütme onu oğlum oksaydı. Ya bir ya kuşmay akistan keymeni kiyip benim çıktı. Ya ben demişim. Ben böyle 40 yıl oldu. Ağırlaşmakla. Azıcık yaş balanı kız oğalığım. Kapım alacağım. Kumay kapım. Yoğan huylan maqtaysan
Görünmeydi anan emma yoğan huylanmaktaysan görünmeydi anan emma anan yok huyılga asla yaraşmaptı baran emma anan yok huyılga asla yaraşmaptı baran emma Acep kümli ayalını anan yok huyldin kuşken Acep kümli ayalını mumam dep yığlısa Tayak yeptu balan emma mumam dep yeksa undin tayak yeptu balan emma Yayak keldi yayak ketti seni er körgisi gelse yayak keldi yayak ketti seni er körgisi gelse Ananı sürmey sundi balan düşken çanan emma ana dep bağrıga bakan kişi bizde şalan emma Ananga bemigen sütin emes razi kalan emma emes razi kalan emma Özünüz küçük olanlar yoğan oylarını italayısız dedi. Bak gitarçını özünüz ekalınız mı Medine? Yaxşı çalışsızga gitarını. Kaça ögen gitar? Tönü gün degen bolsa. Senin çeçen çıngdılganda uqagan bolsa. Neyim degen zencir örü yak pupayga qabo, haq kömey qazıda teshik taqalar. Bağçadan kaçkanda göründük edeyim. Bir tal şanjok aldırgan bir orangutanlar var. İnki vurduk aylık ona. Orangutan özü akyongul boğazca küçük maymunlarlar. Küçük maymunlarning piştlerini terip Çindilken koyup koyup. Rahmat mana. Kızık yumurlarını anladık, nakşlarını anladık. Şundak bir kızgın keyfiyatlar buluvatımız. En mühimi
Yasincan efendimniki, Çindil efendimniki. Yaxşı gaplarni anlab, Çindil şirketining qahramon şirketiniki ishlab chiqargan mahsulotlarga bo'lgan tushunchimiz taxmi oshdi. Endi albatta bu shirkat yaman tez taraqqiy qilyapti. Mana bugun shu choyxonamizga alohida mehmon bo'lib kelgan mehmonlarning ko'pinchisi shu Çindil şirketining xodimlari. Unda bo'lgandan keyin mishnodan ko'rib olganlar bo'ldi ekanki, bu şirket tez taraqqiy qilyapti. Albatta partiya hukumatimizning siyosatlari intayin yaxshi. Bular siyosatdan yaxshi foydalanyapti. Bayatdan hamda Saadet ustozniki Çindil efendimning so'zlarini anglagan hammaylar bu shirkatga bo'lgan, bu mahsulotga bo'lgan, bo'libmi mahsulot bo'lgan tunishimizni cho'nqirlashdi. Bayatdanmi deyildi, har qancha uning davrini bo'lsa, mahsulot yaxshi bo'lmaydi. Men buni intayin qo'shilaman. Endi meningmi bir o'zimniki shu choyxonaning bir oqsoqoli ekanman, men bir san'atkor deydiganim mahsulotimiz haqiqiy yaxshi bo'lsa, cho'qim tashviqot qilish kerak. Endi tashviqot bo'libmi 21-asr bo'libmi internet dunyosida kambos bo'lmaydigan bir yo'l bor. Cho'qim taraqqiy qilish kerak. Qisqali misol olsak, eng dunyoda Mercedes bo'lmaningmi ilani bor. Alibaba Tobo'ning ilani bor. 99'da 99 oltinning ilani bor hozir. Chunki jing deki shuning bilan yana tashviqot deb berish kerak. Hozir xizmat bisim eg'ir, turmush nihoyatda jiddiy aldirash. Hammaga qarab bo'lmaydi. Nima uchun televizor qaraydigan vaqtlar ozayib, qo'ldagi telefon qaraydigan vaqtlar jiqib bordi degan chog'da bak aldirash biz. Uyda o'tirib, televizor ko'rib vaqtimiz bor, qisqarib ketdi, asosiyatni ko'rmaymiz ham. Nihoyat kechdi bir aram olganda kirib, bir ichib xabarlarni ko'rib, uni ko'rmasak, asosiyat bizning qo'limizga telefon bizni yetaklab mang'adi. Hamma narsa bor qo'limizda hozir. Unda bo'lgandan keyin mushunga aytishib biz endi ilonni bermasak, nurg'un odamlar diqqat qilmaydi. Shuning uchun tashviqotnimi muvaffaq holda yapmangiz kerak. Yapmamsak bo'lmaydi. Bunda da ayrılışqa qat'iy bo'lmaydi. Bulubmi korxonachilar, bulubmi mahsulot ishlab chiqaradi. Shuning uchun buningdan keyin siyosatimizda yaxshi bo'lishiga ergishib, Çindil shirkatining hozircha 20 mahsulot bor ekan. Mencha ishonamanki, buningdan keyin bu shirkatning taraqqiyoti yaxshi bo'ladi. Buningdan keyin Çindil shirkatining barliq ishlarining muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Choyxonadagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. E'tibor to'r shaharchisi shundaqla Eren şirketi alayda hamkorligidagi Canan Pentexnik şirketi talab qilgan energiya çay rishtisi programmasi o'ziringlarda bo'lyapti. Biz bugun Çindil ustida nihoyatda esil tetimliq paranglarimiz, mo'l mazmunliq gaplarimiz bo'lindi. Shuning bilan birga esil nag'ma-navo kulki chaqchaqlar bo'lindi. Bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh do'stlar.